yaxshisi? Nabbe, ey ochiqdingmi? Dadasi, Oo. sizlarga mazza. Nimaga? O'rtoqlar har oy choyxonada o'tirasizlar. Shu bizni ham o'rtoqlaringiz ayollari bilan tanishtirib qo'ying. Bir oyda bir marta bo'lsa ham o'tiraylik. Har kuni uydaman. Sen men bilan yashayotgan hayotingdan rozimisan? Voy, bu nima deganingiz, dadasi? Hozirgi hayotimdan ham, sizdan ham mingdan ming roziman. Endi qara. O'rtoqlarimni birisini xotini maktabda direktor bo'lib ishlaydi. Xo'p. Yana birini ayoli esa katta zavodning rahbari. Zo'r. Yana bir o'rtog'imning ayoli esa banisada oddiy farrosh bo'lib ishlaydi. Biz sizlarni jamlasak, o'rtada oilalarni taqqoslash boshlanadi. Menga birga yashayotgan hayotimizga umringda oxirigacha rozi bo'lib yasha qolgin. Endi tushundingmi? Biz o'rtoqlarimizni birdamligi ham mana shunda. Bu gapim bilan ayollar yomon demoqchi emasman. Seni ham yomon demoqchi emasman. Lekin ichida bari bittasi chiqadi. Anovi oddiy maktabda farrosh bo'lib ishlayotgan o'rtog'imning ayoli hayotidan norozi bo'lib qolishidan qo'rqib qolaman. Tushundingmi? Tushundim siz. Men ketdim. Yaxshi boring. Xo'p. Ey Allohim, so'raganlarimni barchasini berding. Ulardan biri shu umr yo'ldoshim. O'zingga behisob shukr. Rizqing sochib yo'limga, tomchi tomgan ko'limga, ol qo'lim deb qo'limga tutqizganingga